Bular ham nimani xohlaydi? Agar sifat bo'lsa, o'zgarish bo'lsa, o'sha Ozarbayjondan olmasdan bizdan kelib olishni xohlaydi-yu. Turkiyadan, Irondan, Xitoydan olmasdan Xitoyniki nimaligini bilishadi. Bizdan kelib olishni xohlaydi-yu bular ham. Biz nimaga buni bera olmayapmiz? Nima uchun biz bera olmayapmiz? Nima uchun xaridor mana bunda xaridorlar kelib narxi bir xilda bo'lsa ham mana buni olmayapti-da, buni olib ketyapti. Mana olib ketishyapti, nechinchi marta ko'rsatyapman. Nima deysizlar shunga? Bu hammasi nimaga kelib taqalyapti? Sifatga kelib taqalyaptimi? Konkurensiyani bozorda yo'qotganligimizga kelib taqalyaptimi? Bu necha yillik achchiq haqiqat. Necha yillik 30 yildan oshiqgi vaqtda gapiryapmizmi biz? Buni to'g'rilash uchun nima qilish kerak? Gapirish kerak, qonun kerak, islohot kerak. Bu avvalgi yillari bo'layotgandimi? Shu darajada keng miqyorda ijtimoiy tarmoqlarga chiqyaptimi? Yo'q. Bu yil chiqib qolsa nimaga chidamayapsiz bu achchiq haqiqatlarga? Mana holatlarni ko'raylik. Nimaga biz o'zimizda ishlashni o'rniga, nima uchun biz islohot qilishni o'rniga o'sha bebarokat qilayotgan aldovdan, tuhmatdan, g'iybatdan, harom ishlardan qaytishni o'rniga nima uchun yana o'zimizni oqlab, hali u aybdor, hali bu aybdor deb bir-birimizga osilyapmiz? Nima uchun islohot qilaylik? Bizda holatimiz yomon. Bizda ahvolimiz juda yomon. Hatto dunyoni qo'yib turing, Turkiyani qo'yib turing, hatto Ozarbayjon, Qirg'iziston davlatlariga qaraganda pastga tushib ketdik desak, nimaga tan olmayapsizlar? Mana Ozarbayjonning qurmasini mana 2 marta ko'rsatdim. Xaridor kelib bunga, mana bunga, mana bizniki qaravan qo'ygan, yana bu 109 so'm. Bu 99 rubl. Endi aksiya bo'ldi, 309 qo'yilgan ekan. Biznikilar 242 qo'yilgan ekan. Lekin shuning farqi unda bo'lmayapti. Odam kelib turib narxiga qaramayapti. Odam kelib turib xurmoni kachествosiga qarayapti. Yana qaytarib aytamiz, bu xalq, bu mentalitet Rossiya xalqi yaxshi narsani yaxshi ko'radi. Oziq-ovqat uchun, o'zini sog'ligi uchun pulni ayamaydi ular. Ekonom qilmaydi bu holatga. Mana ko'ryapsizlarmi, mana qanday uzumlarni olyapti ular. Narxi 380 rubldan olyapti. Mana shu uzumlar. Mana